Uzun qishloqliklar bormi? Kommentga yozib ketinglar. Navbatdagi ishimizni Uzun qishloq yangi hayotda yakunladik. Xudo xolasa Muhammadjon do'stimizning xonadonlarida bo'ldi ijodimiz. Ushbu fayzli xonadonimizga 13 ta panelli batareya qo'yib montajlarni qilib berdik va albatta sistemalari Luchway sistema bo'ldi. Kotyolimiz 300 kvadratli Best Fire kotyollardan ustanovka qilib berganmiz. Mana bu kollektorlarimiz holati. Radiatorlarda esa hozir ko'rsatib o'taman. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, отопление, svarka sohasida, elektrika bo'yicha bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlaringni chiroyli, sifatli qilib bitirib beramiz. Albatta xizmatlarimiz kelishilgan narxlarda bo'ladi. O'zimizda ayniqsa qishloqliklarga katta chegirmalari bor albatta. Shu bilan birga bizni kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videolarimizga like bosib, отопление qildirmoqchi bo'lgan do'stlaringizga videolarimizni tashlab qo'ying.